Ogoh bo'ling. Pora berish, pora olish, berishda vositachilik qilish, davlat xizmatchisini pora evaziga og'dirib olish O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga muvofiq javobgarlikka tortiladi. Har bir soliq xodimi soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyili asosida faoliyat yuritadi. Agar siz soliq xodimlari bilan bog'liq korrupsion huquqbuzarliklarga guvohi bo'lsangiz, bu haqda quyidagi manzillar orqali xabar berishingiz mumkin. Soliq qo'mitasining org.soliq.uz rasmiy elektron pochtasi yoki _DSQ _antikorrupsiya _bot Telegram boti hamda soliq qo'mitasining ishonch telefoni 71 kodi bilan 244 98 98 hamda 11 98 qisqa raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasining ishonch telefoni 76 kodi bilan 228 03 38 telefon raqamlariga murojaat qilishingiz so'raladi. Har bir jinoyatga jazo muqarrar. Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi.